rivojlanadi. Hali bu qadam qo'ymagan. Hali qadam qo'ymagan. Biz hozir o'ylayapmizki, eshitayotganlar shaxsiy rivojlanyapti deb. Yo'q, agar eshitayotganlar ham shaxsiy rivojlanganlarida edi, ajrimlar bu darajada ko'p bo'lmas edi. Agar eshitayotganlar amal qilganlarida, ijobiy natijalar olganlarida hozir shaxsiy rivojlanishni bundoq qarasangiz, bir guruh ayollar hamma joyda to'p. To'g'ri, lekin hamma joyda bir xil chehralar. Bir xil chehralarni ko'rasiz, to'g'risi. Bu narsa qarab turamanki, hali bizga paxatda ishlash. O'shaning uchun masalan, hali shunaqa ko'p ishlanmagan mijozlarimiz borki, bizga yana 1 millionta psixolog mutaxassis bo'lsa ham ish mana shuncha bo'ladi.